Albatta va albatta qiyomat soati keladi. Barcha bandalar tiriladi. Barcha savol javob qilinadi. Barchani qilgan amali taroziga solinadi. Barchani qilganiga yarasha mukofot yoki jazo beriladi. Bu haq. Lekin Alloh o'sha qiyomatni qachon kelishini aytmaydi. Nimaga qachon kelishini aytmasligini sababini mana shu oyatda aytayapti. Akadu ukhfiha. Men uni qachon kelishini maxfiy qilaman. Nima uchun? Lituzza kullu nafsin bima tas'a. Har bir nafs, har bir jon o'zini qilganiga yarasha jazo yoki mukofotini olish uchun. Agar Alloh qiyomat kuni falon yili, falon kuni, falon soatda bo'ladi deb e'lon qilsa, hamma o'zini yerga tashlab yotib oladi. Ibodatdan boshini ko'tarmay qo'yadi.